Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Zomin shahrida letniy kuxnya obyektimizni tugatdik. Kvartsli aglomerat toshidan. Mana rakvinalarni nestandartni katta bo'lgani sababli mana bokovoylarini tushirdik. Ichida moykani o'zi bor, nijniy posадка moyka. Bu astrovok. Endi mebel qo'yilgan, yon tarafida mana fartuklari bilan varkalari. Bu yerda ham xuddi shunaqa razmerda moyka. Bokovoylari toshni o'zidan tushgan, tagida nijniy posадка temir moykasi bor. Bu tomonni ham fartuklari bilan mana qozonni chetlarigacha dumaloq kesib turib qo'yganmiz. Даже mana bu figuralarini ham toshni xuddi shu tosh o'zidan qilganmiz. Mana koronalarni ham sложностьlari ancha katta. Bu nima desam, hamma usta ham qilavermaydi. Kvarts o'zidan mana shu figurani chiqarib turib, koronkalardan klient xohishiga qarab qilib berdik. Hurmatli kuzatuvchilar, kimga podakonlik, barniy stoyka, letniy kuxnya, kuxnya, vanniy xonalar, sanuzellarga ham stolishnisalar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilaverasiz.